สวัสดีครับassalomu alaykum hammaga. Meni ko'rib turgan butun O'zbekiston va undan tashqarida turgan hamma o'zbekcha biladigan odamlarga assalomu alaykum. Bugun biz Bangkok, Tailand 7-Eleven 7 va 11 deb nomlangan magazinni qisqacha obzorini olamiz. Kettu! Birinchi magazinga kirishingiz bilan nima ko'zga tashlanadi? Mana bulochkalar, har xil bananlar. Mana bu ovqatlar. Sushi, pushi. Yetti va 11 supermarketlarida 7 va 11 supermarketlarida siz har xil salatlar, har xil ovqatlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hamma dietический, ortiqcha vazn bor odamlar uchun juda ham foydali desak, mubolag'a bo'lmaydi. Kуриный file, salat, qizil baliqlik, forel, salat, dietический mayonezlar, salat. Mana shu ovqatni tanlaydigan bo'ldik. Bugun mana bu nima? Tovuq curry sousli va qovurilgan tuxum, omlet va oq guruch. Bugun tatib ko'ramiz hozir. Buncha bu to'ymasa kerak bunga. Qo'shimcha yana bir sendvichmi biron narsa olamiz. Hamma joyi o'qib, bilib, tarjima qilib mana shu yoki mana shu sosiskali sirli nimani olishga harakat qildim. Endi ishga nima olsak bo'ladi? Ishga nima olsak bo'ladi? Mana har xil napitkalar bor. Biz nima olamiz? Meni eng yaxshi ko'rgan napitkalardan biri bu Zero Coca-Cola. Ustakkina. Hammaga tavsiya qilaman. Buning ichida shakarsiz, zero.ได้ไหมคะอันนี้อุ่นนะคะ Yes. คัพเค้กด้วยได้ไหมคะชิ้นละ9 บาทในบาท ไปให้ได้เลยครับ Alright. Yes. สีรายการ4 ชิ้นวันเด็ดนะ Elevendan keldik. Bugungi olgan ovqatimiz mana tovuq, tuxum, guruch. Qo'shimchasiga, zdachisiga unaqa bir pechene berishdi. Zero Cola 05.
va sendvich. 107 bat. Bu o'zbekskiy so'mda 40 ming so'm bo'ladi. Ровно 40 ming so'm. Qimmatmi, arzonmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Tatib ko'rish vaqti keldi. Hoppa. Endi qaranglar, life hack. Ana olasizlar. Bunaqasiga to'ldirasiz. Hop. Ketdi mana. Bu judayam shirin. Hamma tavsiya qilaman. Endi sandvich tatib ko'rish payti keldi. Hoppa. Детский sandvich. Sasikalar chiqib ketdi. Hop, tatib ko'ramiz. Mustafa. Oh my god! Wow! Ajoyib. Sosiska sir. O'zimiz buterbrod o'qiymiz. Lekin zo'r. Biz seni uyingga keks yoki qaymoq yegani kelganimiz yo'q, lekin как раз mana keks. Butun dunyoda bitta tam mana shu zero tam. Boshqa yo'q. Qani. Cheso. Yaxshi. O'rtacha juda ham zo'r. Ichi o'rtasida nachinkasi yo'q. Oddiy unaqa, lekin oddiy pirog. O'zimiz qizlar bilan yaxshi pishiradi. 2000 years later. Hop. Ikkinchi marta kelishim. Nima olamiz? Hozir bugun dietetskaya narsa olamiz. 40 batdan, 40 bat. Tak, bitta kurinning grutka. Bitta kurinning grutka. Hamma salat kecha yedik. Bu hamma krabovый salat. Tak. Keyin 42 batdan kuritsa с рисом. Guruch, tavuk, M&M's, shokolad, Snickers, tam Halls, Stepslis, Halls mana. Hamma napitkalar bor. Agar sizlar Tailandga kelsanglar, mana shu kokosovый napitkalardan probot qilib ko'ringlar. Juda ham zo'r. Kami 100% sizlarga yoqadi degan umiddaman. Pepsi. Bunaqa tayskiy Pepsi. Internationalniy Pepsi. Bu yana qanaqa Coca-Cola bo'lsa, bu bilmadim qanaqa Coca-Cola bo'lsa. Zero Coca-Cola. Pepsining bunaqasi ham bor ekan. Schweppes. Mana shu suvlar juda ham menga yoqadi. Schweppes Sprite. Bu bo'lim mana vitamin, energetik, Red Bull, tayskiy Red Bull. International Red Bull yo'q ekan. Kofe, alkolana qalay. Mana bu ikkita qatorda alkogol sotiladi, faqat ishlash vaqti ertalab 11 dan 2 gacha va obeddan keyin 5 dan soat
kechqurun 12 gacha. Все виды алкогольных напитков. Bu kosmetika narsalari ekan, mana ko'rasizda hamma narsa bor. Bemalol, любой narsa. Bu qator mana farmatsevtический qator desak bo'ladi, bo'lim. Bunaqa narsalar bor. Bunaqa xushbo'y aromatlilari bor. Buni xullas hidlash kerak, o'shanda nafas yo'llarini ochib beradi. Voy. Har doim mana shunaqa yuraman. Mana ko'rasizlar, har xil kurkuma, bir balo narsalardan qilingan bunaqa narsalar. Ko'rasizlar. Mana har xil tabletkalar. Paracetamol, antigistaminli tabletkalar, tomoq yallig'lanishi, hamma tabletkalar bor. Elementarniy 7-Eleven. Oshqozon, balon, parashoklar, har xil narsalar yuvadigan narsalar. Hayvonlarga mana ovqatlar, isqis. Bilasizmi nimaligini? Lичный gigiyena narsalari. Ko'rasizlar. Yana undan ham qiziq joyi 7-Eleven'da bunaqa kofe barlarni ko'rishingiz mumkin. Mana bemalol. Juda ham qulay. Ovqati ham bor, napitkasi ham bor. Bunaqa kokteyl, qo'l bola kokteyl yasaydigan joylarni ko'rishingiz mumkin. Mana hozir mana sizlarga bitta zo'r layfhak ko'rsataman. Ko'rasizlar. Ajoyib kokteyl bo'ladi. Hozir 7-Eleven'dan keldik. Mana oq guruch. Qanaqa tayyorlashini hozir ko'rsatib beraman. Oq guruch. Mana ko'chada bunaqa suplar sotadi. Har xil sho'rvalar. Baliqli. Bilmayman qanaqa. Birinchi marta yeyishim. Shunda kim achchiq yeyish yaxshi ko'rsa, ideal bo'ladi. Juda afzal. Bugungi qisqacha obzorimiz yakuniga yetdi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmachasini bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Video oxirida nima demoqchiman? Shuning bilan bugun biz 7-Eleven videosini tugatganimizda Kuz kez kuz, kush kesh kush, kir ker ko'r, kul kel ko'l, kilen qisqa so'z kim o'qiydi tez. Arqada altar qar bor, qirqada qirg'ar qar bor, qirg'ar qarda ag'ar qar bor, altar qarda marqar qar. Bugungi qisqacha obzor videomiz yakuniga yetdi. Video sizlarga zarracha yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmachasini bosishni
Shunday qilib biz shunday qilib bugungi videomiz yakuniga yetdi. Sizlarga ozgina bo'lsa ham qanaqadir foydam tekkan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Sayohat qiling do'stlar.